Assalomu alaykum. Barchangizni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligining 33 yillik bayrami bilan tabriklayman. Hammaga ishlariga omad tilayman. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992 yil 8 dekabrda qabul qilindi. Hozir vaqtda Konstitutsiyamizning 6 bo'lim 27 bob 155 ta moddadan iborat. Kecha 2025 yil 21 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi farmoyishi qabul qilindi. Bu farmoyishga asosiy ravishda butun mamlakatimiz hududida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmun mohiyatini o'rganish, bilish, tadbirlar o'tkazish ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-chi, 51-chi, 52-chi moddalari bular ta'lim to'g'risida, pedagoglarning huy maqomi to'g'risida keltirilib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 48-moddasida har kim sog'liqni saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga egaligi ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda davlat hisobidan olishga haqliligi ko'rsatilgan. Davlat sog'liqni saqlash tizimini, uning nodavlat shakllarini, tibbiy sug'urtani, har xil turlarini rivojlantirish, aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash haqida ko'rsatib berilgan. Davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish aholining o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish va shart-sharoitlar ko'rsatib berilgan.